Tayyormi? Ha, tayyor. Ketyapman. Assalomu alaykum akalar. Sizlar kim bilan gaplashyapti deb o'yladingizmi? Men qimmatbaho shartnoma qilgan ish bilan ketyapman. Soat kech paytda. Почти unda sotib olayotgan narsamni egasi juda ham jiddiy odamga o'xshab ko'rinmaydi telefonda. Yaxshilab so'raymiz. O'zi bizga ko'rsatgan lokatsiyani o'sha tomonga ketyapmiz. Ketyapman o'zim sheriylar uyg'oqlashyapti. O'shaning uchun men ham jiddiy odamga o'xshab ketyapman. Ko'chadagi tanishlar juda ham jiddiy odam deb aytishdi. Svetofor qizil yonida kelib. Shu mashinamni ko'rib g'alati bo'lib qoldim. Assalomu alaykum. Qalaysan, aka? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Xodming. Ha, endi trenirovka qilamiz-da. Endi qattiqlarga o'xshab qolmasan, zorotu. Xolos. Yo'qmi? Eshigingiz g'alati bo'lib qoldi lekin. O'tir. Yerda o'tiradi banditlar. Bandit emasman men. Nima unda men sen bilan shartnoma tuzdim. Men banditlar bilan tuzasizmi siz? Seriozniy odamlar bilan tuzaman men. Sen kimsan? Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Yo'q, kaltaysan, ey bola. Basharing uchirib yuboraman hozir. Gapir, o'tirma ikki. Men o'tirish kerak. O'tir deyapman. Men mashinamga ko'layapsan. Ham bo'pti, men o'tirdim. Yaxshi. Unaqa qaror o'tirdim. O'tir dedim. Xullas. Kimligingni menga qizig'i yo'q. Pul bosa bo'ldi. Pul bor. Bormi? Kelishganimizdek o'sha pulni ortig'i bilan mashinada. Yaxshi. Meni ham molim turibdi. Tepada. 30-chi etajda. Bu yerda banku adashib. Shu bank kimga tegishli deb o'ylaysan? Egasiga? Egasi to'g'ringda turibdi. To'g'rimda hech kim yo'q lekin. Siznikimi bank? Sen bola hazillashishni yaxshi ko'rasan shekilli. Hazilkash odamman. Pulni ko'rsat. Mashinada. Nima deyapsan bu? Nima bu? Dinozavr yo'lidagi bu. O'zimizga shuncha Iya. Topdingizmi? Bilan tutyapsan. Ishdagilar telefon qilib qolyapti. Qo'shib turadi. Endi yerda yangi odamlar har kun yangi olib kelyapti.
g'alati yoqasi yirtilgan kiyimlar yo'q-da, shuning uchun gap bo'lyapti. Qanaqa moda? Siz meni kimni o'ylayapsiz? Xullas, agar sen meni yaqinim bo'lganingda, men senga shu summada berardim. Lekin men qaytib qoldim. Yerimdan ham qaytdim. Hamma yoqdan qaytdim. Xullas, sen menga 3,5 mingga emas, 4,5 mingga berasan. 4,5 ming beraman. Ha, 4,5 ming berasan. Minilgan. Ya bunda chekichan mingga, chekichan yurgan. Minilgan bo'lsa eskimi? Sen hozir internetlarda ko'ryapsanmi? Qimmatligini. Eng arzonlari 3,5 mingga beramiz. yo'q, bermasamchi. Kim bilan bahslashayotganingni bilyapsanmi, ukaxon? Ha? Unaqa qaror o'tirmayadi bular. Shundaymi? Xullas, gapim bitta. Bo'lmasam surov urib ketdi. Ertaga tushib ketadi.